Assalomu alaykum hammaga. Men Matcham Qahramon Kabulovchiman. Mana shu Realtrisga faoliyatimni 94-yildan Skverdan boshlaganmiz. Hozir mana 2025-yilda Chirchiqdamiz. 2000-yil Chirchiqqa kelgan bo'lsak, shungacha pol mana shu uy-joy bilan shug'ullanganman. O'sha 94dan boshlagan bo'lsak, Qahr Kalaziga keladigan bo'lsak, Milanda futbolist bo'lgan, zashitnik bo'lgan Milanda 83-yilda. O'shani muxlisi bo'lganman men. Chikagoga keladigan bo'lsa, bizning Qahr Kalazi Chikagodan degan bo'lsak, Chikagoga borib aylanib kelish niyat bo'lgan, armon bo'lgan. O'shuning uchun Chikagodan Qahr Kalazi deb o'zimizga bir nima deydi, bir shunaqa narsa qo'yib olganmiz. O'z ismim Qahramon. Demak, sizlar o'zim to'g'risida aytadigan bo'lsak, bizda undan tashqari, reklamadan tashqari bizda klientlar ham bo'ladi, investorlar ham bo'ladi bizda. Ko'pchilik necha yil bo'ldi faoliyatimizda, ko'pchilikni taniydi, investorlar bor. Uylar kerak bo'lsa, yer kerak bo'lsa, katta-katta obyektlar kerak bo'lsa bor. Sotishni ham bizda mana shu faoliyatimizda 70%, 80% sotishda yordam beramiz. 100% men u qo'polib ayta olmayman. 100%ligimiz ham bor. 70-80% bemalol sotib beramiz. Undan tashqari kimdirlar so'rovchi uyini sotayotgan bo'lsa, sotolmayotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, bizning investorimiz bor. Investor bilan uchrashtirib qo'yamiz. Bemalol halol Cheriz bank ham sotsanglar bo'ladi. Investorlar bizga murojaat qilishadi. Shuning uchun murojaat to'g'risida sizlarga mana ozgina bo'lsa ham o'zim to'g'risida informatsiya beryapman. Telefon nomerlarimni pastda ko'rsataman, aloqaga chiqsanglar bemalol sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat hammaga, kattakon.